Nima? Studentlarning kontraktini 50%ni to'lab bering. Ketdi. Talabamisiz? Bosaveradigan joyi. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. 1-fevraldan 28-fevralgacha telefonchilik to'lovida Nasiyaga telefon xarid qilsangiz, 15% dan 50% gacha kontraktingizni shaxsan o'zlari lutfullo to'lab beradilar. Bormavasqon, bundoq qilgan bilan mana bo'lmasa befoyda telefonchilik lutfullo mana shu kishi biladi. Talabalarni qanaqa shart asosida kontraktlarni 15% dan 50% gacha to'lab berasiz. Xo'p, talabalarimiz bizdan xarid qilish uchun faqat namanganlik bo'lishlari kerak. Bundan tashqari 28 kun mobaynida do'konimizdan kelib telefon xarid qilishsa, ism familiyalarni shu latotronga tashiladi. 1-mart kuni 3 ta g'olibimizni aniqlab olamiz. Birinchi o'ringa davlat standarti bo'yicha xususiy emas yoki Toshkentniki emas, davlat standarti bo'yicha 50% ni, ikkinchi o'ringa 30% ni, uchinchi o'ringa 15% kontraktlarni to'lab beramiz. Qo'yinligi. Qadrdonlar, bu videoga bir dona like bosib, hamma talabalarga bu videoni yuborib qo'ying. Bunaqasi hadeb ham bo'lavermaydi. Ha aytgancha faqatgina namanganlik bo'lsangizgina bu imkoniyat amal qiladi. Manzilimiz Sardobada joylashgan megapolisning ikkinchi etajida telefonchilik to'lovida barchani kutib qolamiz. Murojaat uchun bemalol mana shu nomerlarga telefon qilsana bo'ladi. Jigar kibr bo'lmasdan yurachani bitta qizartirib qo'yamiz.